ko'rmoqda. Axsikent arxeologiya parki tarkibidagi yangi Axsi qo'lyozmalar markazidagi bebaho eksponatlar soni yana yangi noyob kitob bilan boyidi. Gap shundaki, fuqarolar tomonidan taqdim etilgan navbatdagi kitoblar orasida Burxoniddin Mag'ninoniy qalamiga mansub dunyoga mashhur Hidoya asarining qo'lyozmasi ham bor. Shuningdek, 11-12 asrga oid qo'lyozmalar Hindiston, Pokiston, Misr davlatlarida chop etilgan nodir toshbosma asarlar hisobiga 35 adadga ko'paydi. Muxbirimiz davom ettiradi. Axsikent arxeologiya parki tarkibidagi yangi Axsi qo'lyozmalar markazida 4000 dan ziyod nodir kitoblar saqlanmoqda. Fuqarolar tomonidan yangi taqdim etilgan yana 35 ta noyob kitoblar tariximizning yangi sahifalarini bizga ochib beradi. Bu galgi topilmalar orasida tabobat, mantiq ilmiga oid toshbosma va qo'lyozma asarlar mavjud. Kitoblar orasida dunyo e'tirof etgan ajdodimiz Burxoniddin Marg'inoniy qalamiga mansub dunyoga mashhur Hidoya asarining qo'lyozmasi ham bor. Ma'lumki, Marg'inoniy buyuk faqih bo'lib, islom huquqshunosligiga doir 11 ta asar yaratgan va Hidoya asarini 13 yilda ro'zador holda yozgan. Bu kitobni bosma nusxalari juda ham ko'p tarqalgan, lekin qo'lyozma nusxasi birinchi jildi kelganligi juda bizni quvontirdi. Bu kitob nima to'g'risida? Bu fiqh deymiz, huquqshunoslik borasida juda ham shu kundalik hayotimizga kerak bo'lgan moliya to'g'risidagi shu istifoda qilinadigan bugungi kunlarimizda muomalotlar, odamlarning o'rtalarida bir-birlarida bo'ladigan, hatto qo'ni-qo'shni bir-biri bilan shu xalqning o'rtasidagi muomalasi, munosabati to'g'risida qo'yingchi hamma mavzuni o'z ichiga olgan. Bu kitob ham juda ham katta o'zini tadqiqotiga muhtoj. Chunki bunda guvohi bo'lib turibsiz, bu kitobda bosma nusxalarda yo'q bo'lgan ma'lumotlar, manbalar qo'lyozma nusxalarda bo'ladi. Yangi Axsi qo'lyozmalar markazidagi noyob kitoblar orasida falsafaga, tabobatga, turli duolarga oid qo'lyozmalar bor. 10-asrda Axsikentda yozilgan qo'lyozma, Misr, Pokiston, Hindistonda chop etilgan turli mavzulardagi ilmiy asarlar, Tashilul Manofi Tibbi val Hakma, Usmon Zahabiyning At-Tibbi Nabaviy kabi nodir kitoblari e'tiborni tortadi. Tibbiyot ilmiga oid kitoblarda kasallik nomi, ta'rifi, sababi, alomati va davosi haqida batafsil ma'lumotlar berilganki, bu uzoq o'tmishda ham ajdodlarimiz bebaho ilm sohibi bo'lishgandan dalolat beradi. Bu noyob qo'lyozma toshbosma asarlar mutaxassislar tomonidan o'rganilmoqda. Markazdagi kitoblarni tadqiq qilish va raqamlashtirishga xorijlik mutaxassislar ham jalb qilinadi. Bu yerda saqlanayotgan kitoblar orasida tariqat odoblari haqidagi Tanbihot Darvishiya, Qissai Imom Hasan, Imom Husan, fiqh, yashash odoblari haqidagi Saloti Masudiy, tarixga oid 4 kitob, Firdavsiyning Shohnomasi qatoriga endilikda juda noyob topilma Burxoniddin Marg'inoniy qalamiga mansub dunyoga mashhur Hidoya asari ham qo'shildi. Qadim tariximiz, madaniyatimiz, ma'naviyatimizdan darak berguvchi kitoblar tez orada manbashunoslar tomonidan atroflicha o'rganiladi.